Yoshlikda birga o'sgan qo'shnim mendan ustun bo'lishni istardi. Yoshlikda qog'ozdan samolyot uchirib yurgan paytlarim u buvsinikiga samolyotga uchardi. Esimda 2-sinfga o'tganimda adam yangi samokat olib berdilar. Buni ko'rdida 2 kundan keyin adasiga yangi Matiz oldirdi. Harbiy xizmatdan kelib uy oshxonasini remont qilishni boshladim. Qaradida hali samma deb 2 etajli uchastkasini buzib qaytadan 4 etajli qilib ko'tardi. Uyimdagilar meni qo'shni mahalladagi qizga uylantirishdi. Tabiiyki qo'shnim sandan qolamanmi dedi-da, 2 oydan keyin xotinimni onasiga uylandi. Endi hozir qaynatam hisoblanadi. Orada pul yig'ib o'zimga haydalgan Spark oldim. Bu ham past ketmadi. O'ziga uchirilgan samolyot oldi. Adamni 70 yoshga to'lishlari munosabati bilan yubiley qildikda osh berdik. 250 kishiga qo'shnim ham keldi. Ensi qotirdida otasi o'tib ketganiga qaramasdan Bunyodkor stadionida yubiley qilib berdi adasiga. 3000 kishiga osh damladi. Shu qish juda qattiq shamolladim. To'shakka mixlanib qoldim. Buni qo'shnim ko'rdida ataylab past ketmasdan o'ziga kuchliroq kasallik yuqtirib oldi. Mana bugun adashmasam 7si.